Sizmi? Qizimni qonini icharkansiz. Kecha kuyov yashirib xonasiga shirinlik olib kirgan ekan. Shuni ham zahar qilibsiz. Voy, men o'zim o'rgilay quda. Men qizimga o'sha narsani yashirmasdan bu yoqda yesangiz ham bo'ladi-ku dedim xolos. Hech kim indamaydi-ku bu yoqda yesa ham. Qo'ysiz-chi, qanaqa ohangda gapirganingizni o'g'lingiz ham eshitdi-ku. Voy tavba. Manchi, bunaqa ko'pchilik oilaga qizimni xizmatkor qilib bermaganman. Tushundingizmi? O'sinlarni shuni ham bunga qildirar ekansiz. Kamiga bolalariga ham bu qarar ekan. Nima? Mani qizim nima sizlarga? Xizmatkormi? Voy tavba. Kelganimdan beri men ularning ishini qilaman. Ana. Ularni ishlatib qo'yganlar, men esa yo'q. Voy tavba qildim. Hay jon qizim, ular 4-5 ta bolali bo'lsa, sizga ham navbat keladi. Siz ham 3-4 ta bolali bo'lgandan keyin o'zingiz eplab ketasiz. Hammasiga keyin ulgurasiz, ishlashga ham ulgurasiz. Hali yosh kelin bo'lsangiz. To'y buxlashga ham qo'ymaydilar, oyijon. Xullas, gap shu quda. O'g'lingiz bilan qizim alohida yashashsa mayli. Bo'lmasam yo'q. Bitta qizimni bunaqangi ko'pchilik oilaga xizmatkorlikka bermaganman. Bo'lmasa eshiting qudajon. Men ham Zafarjonni bo'lak chiqarmayman. O'zim bilan yashaydi. Unday bo'lsa, boshingizga yostiq qiling. Yur qizim. Ketdik, yur qizim. Hay xudo. Boring. To'xtang. Hay gapimni eshiting. Assalomu alaykum onam. Ha, va alaykum assalom bolam. Keldingmi? Ha, rahmat. Yaxshi kelib oldingmi, charchamadingmi? Eshitdingmi? Nimani? Anoning ajrimga ariza beribdi. Noinsof. Yashash niyati yo'q ekan, bizni shuncha pulga tushirib nima qilardi? Hayronman onam. Men ham kecha gaplashib olish uchun uyga borgandim. Adasi kirgizmadi. Voy. Betingdan og'ir onasiga telefon qilsam, o'chirib qo'yapti. O'zi boshida xato qilibmiz-da o'g'lim. Ha, onajonim, hali ham tushunmadingizmi? Hamma ayb menda. Menda hamma ayb, tushunyapsizmi? Yuzsiz. Boshimizni go'rga tiqib ketdi uning. Ha, betkinasi qurib ketsin ha. Ikkita bolani ham o'ylamadi-ya. Benomus. Tag'in xorijga ketib qolganmish. Hech bo'lmasa qizlarni o'ylamaydimi? O'zi qadami bejoy edi. Yengil tak. Kelin bo'lmay bet qursin uni. Mayli, siqilma bolam. Hali senga onasi o'pmagan qizni olib beraman. Oyi, charchamadingizmi? Shunaqa gaplarni gapiraverib. Men 10 marta uylansam ham baxtli bo'lmayman, oyi. Tushunyapsizmi? Baxtli bo'la olmayman. Voy, nega unaqa deysan bolam? Chunki meni qarg'ish urgan oyi Sitorani qarg'ish urgan. Uni ko'z yoshlarini uvoli tutdi. Uf, yana shu gapmi bolam? Oyi, o'shanda men nomardlik qildim. Unga uylanishimga qo'ymadingiz. O'shandan beri boshim qavg'odan chiqmaydi. Birinchisi bilan 2 oy ham yashamadim. Ikkinchisi meni tuhmat bilan qamatdi. Uchinchisi jazman topib ketvordi. Bundan battar bo'lishi ham mumkinmi, oyi? To'g'ri aytasan bolam. Baxting ochilganidan xursandman dugonajon. Ilohim baxtingga ko'z tegmasin. Ha, o'g'lim meni hayotim. Mana shuncha qorong'u kunlardan keyin yorug' kunlarim nasib qildi. O'zingni bolalaring bir ham shirin bo'lgan, o'ynashini qara. Ha,
O'ynab yuribdi ko'z tegmasin. Dam olish kuni yana olib chiqaman. Xohlasang, sen ham chiq, birga o'ynashadi. Shu bahona ko'rishamiz. Yaxshi bo'lardi. Xo'jayiningni juda yaxshi inson deb eshitdim. Rostdan yaxshilami? Ha, nimasini aytasan? Meni yeru ko'kka ishonmaydilar. Katta korxonani boshqaradilar. Yaqinda menga mashina sovg'a qildilar. O, zo'r-ku. Voy, assalam mana. Shunaqami? O'rtoq, va nihoyat onamni ko'ksilariga shamol tegdi. Oying Hazil akam azob chekdilarmi? Voy, ketma, yiqilasan o'g'lim. To'g'risi, oying sendan ko'proq azob chekdilar. Ha, hozir nabiralarini yeru ko'kka ishonmaydilar. Yaqinda xo'jayinim bilan xorijga damaganiga Voy, ketamiz. zo'r-ku. Shunaqa. Sitorami? A? Menga ke o'g'lim? Sitor? Bo'pti, sizlar gaplashib ola qolinglar. Men keyinroq kelaman. Sirayam o'zgarmabsan, Sitor. Yana ham yosharibsan. Siz esa qaribsiz. Ha, shunaqa. Senga nomardlik qilib baxtli bo'la olmadim. Shu paytgacha seni o'ylab yashadim. Men esa sizni unutganman. Shukr, hozir baxtliman. O'tgan kunlarimni esa unutdim. Meni kechira olasanmi? Sitor. Meni kechir.